Salom barchaga, sizlar bilan Ro'zimurod. Bugungi darsimiz to be mavzusi hisoblanadi. To be mavzusi nima va u qachon ishlatiladi, qanday ishlatiladi? Shular haqida bugun batafsil to'xtalib o'tamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz to be mavzusi ekan. To be nima va u qanday ishlatiladi? To be o'zi bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Ya'ni mavzuning nomi to be bo'lsa, o'sha to be ning ma'nosi faqatgina bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Tamom. Hozirgi zamonda 3 xil shakli bor uning. Am, is va are. Mana shu ko'rib turgan 3 ta am, is va are bu to be ning hozirgi zamondagi 3 xil shakli hisoblanadi. Ya'ni aynan hozirgi zamondagi holatingizni ifodalashda ishlatasiz. To be holat gaplarda ishlatadi. Mana shu joyga diqqat qilasizlar. Ya'ni to be faqatgina hozirgi yoki kelasi yoki o'tgan zamonning holatini bildirib keladi. Ya'ni bu yerda harakat ishtirok etmasligi kerak. Sharti harakat ishtirok etmasligi kerak. Agar siz holat gap nimaligini bilmasangiz tushuntirib ketaman. Holat gap deb gapimizda harakat ishtirok etmasa, bunday gaplarga holat gaplar deyiladi. Misol uchun, men talabaman, u o'qituvchi, u tashqarida yoki men sinfxonadaman. Bu gaplarimizda biron bir harakat ishtirok etmayapti. Ana endi harakat gaplarga misol keltiradigan bo'lsam, men yuguryapman, men ovqatlanyapman, u kiyinyapti, u boryapti va hokazo. Bularning barchasida harakat sodir bo'lyapti, ya'ni action bo'lyapti. Demak, tushunib olamiz, to be'lar faqatgina holat gaplardagina ishlatiladi. Demak, birinchi qoidani tushunib oldik, yozib olishingiz mumkin. To be'lar faqatgina holat gaplarda ishlatiladi. Holat gaplar deb esa harakat ishtirok etmaydigan gaplarga nisbatan aytiladi. Tushunarli bo'ldi? Demak, hozirgacha ikkita qonun qoida bizda paydo bo'ldi. Birinchisi, to be'lar faqat holat gaplarda ishlatiladi, ikkinchisi holat gaplar deb harakat ishtirok etmaydigan gap turlariga nisbatan aytiladi. Tushunarli bo'lsa, keyingisiga o'taman. Men talabaman. Mana bu holat gapimiz, to'g'rimi? Men talabaman. Hech qanday harakat bajarilayotgani yo'q. Mana shu ingliz tilida I am a student deb aytiladi. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, holat gap ekanligini tushundik. Holat gapda to be'lar ishtirok etishini uni ham tushundik. Lekin qanday qilib I birinchi keldi, am a student bular qanday bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib kelyapti? Biz qanday bularni joylashtiramiz degan savol tug'ilishi mumkin. Bizda ingliz tili gapimizni tuzishimizda har doim qoliplar bo'ladi, ya'ni formulalar. Biz o'sha formulalar bo'yicha gapimizni tuzsak, gapimiz grammatik xatosiz bo'ladi. Misol uchun, o'sha men talabaman degan gapimizni qolipini, ya'ni formulasini ko'rib chiqsak, bu formula quyidagicha bo'ladi: subject plus to be plus object. Xavotirlanmanglar, hozir har birini birin-ketin tushuntiraman. Ya'ni sizlarga mana bu birinchi navbat subjectdan boshlasam. Subject bu nima? Subject bu gapning egasi hisoblanadi. Ya'ni qaysi gapimizning egasi hisoblanadi. Bular I degani bu men, you sen, he o'g'il bolaga nisbatan u, she qiz bolaga nisbatan u, it jonsiz narsalarga nisbatan u yoki bu, we biz, they ular deb tarjima qilinadi. Demak, tushunarli bo'ldi. Mana shular har doim nima bo'lib kelar ekan? Gapimizda odatda subject bo'lib keladi. Xo'p, undan keyin bizga to be keladi har doim. Bular nima ekan? Am, is va are. Va undan keyingisi objectimiz. Object bu nima deb savol kelsa sizlarga, object bu qo'shimcha, ma'no beruvchi so'zlar. Bu yerda xato ketib qolgan ekan, ya'ni qo'shimcha ma'no beruvchi so'zlar. Tushunarli-a? Qo'shimcha ma'no beruvchi so'zlar. Umumiy xulosa qilamiz. Demak, formulamizni bitta tahlil qilib olamiz. Subjectimiz bu gapimizning egasi hisoblanadi. To be'miz bu am, is, are'lar hisoblanadi. Objectimiz esa gapimizga qo'shimcha ma'no beruvchi so'zlar, ya'ni ikkinchi darajali so'zlar hisoblanadi. Xo'p, qaranglar, endi qachon va qanday ishlatilishini ko'rib chiqamiz. I bu nima? Men deb tarjima qilamiz, ya'ni I men deb tarjima qilinadi va bunga har doim am to be'sini olamiz. Ya'ni istab qolamiz. I men degan so'z keldimi, har doim to be'si am bo'ladi hozirgi zamonda. Tushunarli bo'ldi, I ga har doim am olar ekanmiz. You sen unga har doim are to be'si. He, she, it va bularning barchasiga birdaniga is qo'yaman. Ya'ni he o'g'il bolaga nisbatan, she qiz bolaga nisbatan, it jonsiz nisbatan ham kelsa, bularning har doim oldiga is to be'si qo'yiladi. Misol uchun namuna qo'yilgan: he is a student. U talaba, ya'ni o'g'il bolaga nisbatan u talaba deb aytyapman. Bu yerda esa we biz.
are olyapti. You sizlar are olyapti. Mana shu yerga e'tibor qilinglar. You sen deb, ya'ni siz birlikka nisbatan ham, bir kishiga nisbatan ham sen deb, you deb aytishingiz mumkin. Bir 4 kishi, 2 kishi, undan ko'proq odamlar, shaxslar bo'lsa ham ko'plikda ham you sizlar deb murojaat qilishingiz mumkin. You are ni olyapti bu yerda. They ular bu ham are ni olyapti. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni ko'plikda har bir we va you zeylar bir xil are to be sini olyapti. Keyingi slaydimiz. Endi qaranglar. Biz gapimizda men talabaman, u talaba, u o'qituvchi, biz o'qituvchi deb holat gapimizni aytdik. Bularning hammasi darak shaklida, ya'ni xabar berayotgandik. Ana endi qaranglar, keyingi gapimiz esa inkor shakli hisoblanadi. Bu qanday bo'ladi? Birinchi navbat har doimgidek subjektimiz keladi. Subjektimiz bizga nima edi? Bu gapimizning egasi hisoblanadi. To be'miz keyin keladi. To be'miz nima edi? To be bu am, is, are. Ya'ni qo'shimcha oddiy qilib aytganda. Mana bu yerda esa inkor bo'layotgani uchun not plus object. Objectni bilamiz. Bu gapimizning to'ldiruvchi so'zlari hisoblanadi. Bizga bu yerda yangilik bo'layotgan narsa faqatgina not. Not bu qachon ishlatiladi? Qachonki sizlar inkor gap. Misol uchun siz hozir quruvchi emassiz, men quruvchi emasman yoki siz talaba emassiz hozir, men talaba emasman kabi so'zlarni, gaplarni ishlatishda qo'llaymiz. Ya'ni mana birinchi gapimizda subjektimizdan keyin I, to be'miz I kelgani uchun am, to be dan keyin inkor gap bo'lgani uchun not va a student degan gapimiz kelyapti. Ya'ni buning tarjimasi men talaba emasman. I am not a student. Tushuninglar, a? Keyingisi subjektimiz o'rniga ular, ya'ni they kelyapti. They kelgani uchun qaysi to be ni olamiz? To'g'ri, are ni olamiz. To be dan keyin inkor shakli bo'lgani uchun nimani olyapti har doim? Not. Xuddi shunday. Keyin objektimiz nima bo'lib kelyapti? Quruvchi, a builder. Tushunarli bo'ldi, ha? They are not a builder. Ular quruvchi emas deb biz gapimizning ma'nosini keltiramiz. Ya'ni inkor etyapmiz. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, inkor, ya'ni rad etadigan gaplarda biz har doim to be'mizga not qo'shimchasini qo'yamiz. Tushunarli, ha? Not. Eslab qolinglar. Keyingisi biz demak hozirgi zamonda aytib bilamiz. Men talabaman, men quruvchi emasman. Ya'ni darak va inkor shaklida gapirib bildik. Endi qaranglar, kimdandir so'ramoqchi bo'lsak, siz o'qituvchimi yoki siz shifokormi deb so'ramoqchi bo'lsak, bu qanday bo'ladi? Ya'ni so'roq shakli. So'roq shaklida har doim eslab qolamiz. To be'miz oldinga chiqadi. Ya'ni borayotku bizda to be'miz nima edi? Am, is va are. O'sha to be'miz oldinga chiqadi. Undan keyin bizga subject va objectimiz keladi. Bu so'roq shakli hisoblanadi. Endi qaranglar. Sen o'qituvchimi deb so'ramoqchiman. Sen nima? You. Xuddi shunday. You kelgani uchun qaysi to be ni olardik? You kelgani uchun are to be ni olamiz. Xuddi shunday. Demak, birinchi qaysi to be ni qo'yar ekanmiz so'roq shakli bo'lgani uchun? Are. You keyin a teacher. Tarjimasi sen o'qituvchimi deb so'rayapmiz. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, so'roq shaklida har doim to be oldinga, keyin subject va plus object keladi. Tushunarli, ha? Mana bu to be ni esa har doim subjectga qarab olamiz. Misol uchun hozir mana bu yerda you kelgani uchun biz nimani olyapmiz? Are to be ni olyapmiz. Qisqa shakllari ham bor, ya'ni misol uchun aytdik-ku, I ga am, he, she, it ga is, we, you, they ga are artikellarni oladi. Ana o'shalar qisqargan holatdan kelishi mumkin. Ya'ni misol uchun mana shu I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bular asli ana shular, faqatgina qisqartma shaklida tutuq belgisi bilan qisqarib kelyapti. Ya'ni kitoblarda ham qayerdadir ko'rib qolsanglar, sizlar xavotir olmanglar. Bu nima ekan? Yangilik bo'lib qolmasin sizlarga. Bular oddiy boyaga narsalar, o'tilgan narsalar. Faqat qisqartma shakllari. Tushunarli bo'ldi-a? Demak, sizlarga mashqlar, videoni pauza qilib olishingiz mumkin. Mana shu joyda men sizlarga tashab ketganman to be larni, sizlar to be larni qo'yib chiqishingiz kerak. Birinchisiga yordam beraman. I pastki chiziqcha a teacher. Ya'ni pastki chiziqchaga qaysi to be ni qo'yamiz? Xuddi shunday. Am to be sining sababi I kelyapti, subjektimiz. Subjektimiz I kelgani uchun biz am to be ni olamiz. Demak, darsimiz mana shulardan iborat edi.